akalarim bormisizlar? Meniki ser hosil pomidorlarni ekaman degan dehqonlarimizga ko'rsatib qo'ying aka buni hosilini. Bu yangi sortidan 57-17 degan sortimizdan. Mana bu yoqlarni hosillarni ko'ringlar. Mana doda bo'yapti hosili. Mana qor yoqquncha solaman degan pomidor shu ekan lekin. Pomidorni dodasi. Hosillari ham mana qattim zo'r pishar ekan. Blisklari qip-qizil, ichlari ham zo'r vobshe. Urug'lari kerak bo'lsa, mana kimga urug' kerak bo'lsa, Bobur akamning o'zlari. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bizga yangi avlod 57-17 degan kaltapalay rozuy pomidorimizni So'qoq tumaniga Farhod akamizning jiyani Umar akaga va Chotqonlar Mardon akamizga berganmiz sinov tariqasida. Bu pomidorimiz hozir haqiqatdan ham hosildorligi juda ham zo'r. Kaltapalaylarning ichiga eng zo'ri desa ham bo'ladi. Yana ham Instagramlarga, YouTube kanallarga qo'yib boramiz. Uchala dalani ham bemalol ko'rsatamiz. Xudo xolasa, kimga shunaqa sifatli urug'lar kerak bo'lsa, bizning adresimiz Toshkent shahar Bektemir tumani Food City dehqon bozori 45-urug' do'kon. Yetkazib berish xizmati bor. Bizga obuna bo'ling, like bosing. Rahmat, sog' bo'linglar. Bu yomon.